Assalamu alaykum, hörmətli televizor görgüçülər. Yaxşımsızlar? Yaxşımsızlar. Dünya Uyghur Qurultayı Tor televiziyasının günlük xəbərlər proqramısıga hammanglar xush kelibsizlar. Mən riyasetçi İftixar Abdurshid. Mən riyasetçi Zümrəday Erkin. Hammalarning cümə kuniga muborak bo'lsin. Hörmətli görürmənlər, tövəndə diqqətinizlər günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatıda bolsun. 8-ci növbətlik Dünya Uyghur Qurultayı Tayyorluq Komiteti Namzatlar Komissiyonu bu yil 10 ayının 24 kunidan 27 kunigacha Bosniyaning poytaxti Sarayevoda chaqirildigan 8-ci növbətlik qurultayning har qaysi rəhbərlik organlariga namzat bo'lganlarga qo'yildigan shartlarni e'lon qilgandan keyin mazkur shartlar haqida ba'zi talash tortishlar va hatto noroziliklar o'tirg'i chiqqan edi. Bu munosabat bilan stansimizning maxsus ziyoratini qabul qilgan Dünya Uyghur Qurultayining tashkiliy xizmatlarga mas'ul muavin raisi va 8-ci navbatlik Dünya Uyghur Qurultayi Tayyorluq komitetining raisi Farxat Yo'rinqash apandim bu vaqt izohat berib, Dünya Uyghur Qurultayining odatdagi ommaviy tashkilotlardan farqli holda nihoyat murakkab va alohida tashkiliy qurilmaga ega ekanligini, chunki qurultayning Uyg'ur xalqining milliy mustaqilligini asli keltirish yo'lida Xitoyda kuchli bir davlatga qarshi oshkor faoliyat ilib berayotgan bir milliy harakat qo'shini ekanligini, shuning uchunmi Dünya Uyghur Qurultayini dushman kuch deb e'lon qilgan Xitoy hokimiyatining qurultayni yo'qotish, ishki jihatdan parchalash va o'zining jasuslari orqali qurultayning har qaysi organlariga singib kirish, qurultayning asosli rahbarlariga turli razil vositalar bilan ziyonkashlik qilish harakatini izchil davomlashtirib kelganligini, qurultay rahbarlik hay'atining bu xil alohida vaziyatni ko'z tutib qurultayning bexatarligi va omonligiga kapolat qilish maqsadida mayli qurultay vakil nomzodlariga bo'lsin yoki rahbar nomzodlariga bo'lsin ba'zi qattiq talab va shartlarni o'ttirib qo'yganligini, ba'zi jiddiy ehtiyoj va favqulodda sabablar tufaylidan qurultay rahbarlik hay'ati tarafidan qurultay nizomnomasiga qo'shimcha holda ba'zi belgilama, nizom va prinsiplar bekitib chiqilib, qattiq ijro qilinishining Xitoyning yuqorqidek maqsadlarining amalga oshishini to'sib qilishda nihoyat muhim rol o'ynab kelganligini alohida ta'kidlab o'tdi. Xalqimiz tarafidan Dünya Uyghur Qurultayining zimmasiga nihoyat zo'r milliy mas'uliyatning yuklanganligini eslatib o'tgan Farxat Yo'rinqash apandim, Dünya Uyghur Qurultayining ilib berayotgan harakatlarining faqatla noqul holdagi bir siyosiy harakat emas, balki yuksak darajada maxfiyatligi va xatri bo'lgan bir milliy kurash harakati ekanligini, Şoňa qurultayning tashkiliy jihatdagi sog'lomligiga kapolatlik qilish uchun har qatimli qurultaylarda vakil nomzodlarining va rahbar nomzodlarining belgilik prinsiplar doirasi ichida qatma-qat tekshirishdan o'tkazilib kelinayotganligini, qurultayning bu xil tashkiliy sistemasining har qaysi qarindosh tashkilotlarimizning qizg'in qo'llashiga sazovor bo'lganligini bildirdi. Farxat Yo'rinqash apandim so'zda yana Dünya Uyghur Qurultayining yuqorqidagi tashkiliy jihatdagi o'zgacha va murakkab qurilmasi, shundaqla qatlam qaror elish mexanizmi haqida xalqimizning bo'libmi qurultay bilan hamkorlashayotgan chet ellik do'stlarning yetarlik tushuncha va ma'lumotga ega emasligini, bu sababdan qurultayni odatdagi ommaviy tashkilotlar bilan bir qatorda ko'rib muomala qilish xohishining ig'ir ekanligini, shon qurultayning bu jihatdagi tashviqotini kuchaytirishning to'lim zarur ekanligini ta'kidlab o'tdi. Dünya Uyghur Qurultayining navbatdagi eng asosli vazifasi va kun tartibining bu yil 10 ayning 24 kunidan 27 kunigacha Bosniyaning poytaxti Sarayevoda chaqirildigan 8-ci navbatlik qurultayning muvaffaqiyatli chaqirilishiga kapolatlik qilish va demokratik prinsiplarga uyg'un holda qurultay rahbarlik hay'atini qaytadan saylab chiqish ekanligini eskartib o'tgan Farxat Yo'rinqash apandim, qurultay vakillarining va qurultayimizni yoqlab kelayotgan xalqimizning qurultay va qurultayning rahbarlari haqidagi har qanday o'rinsiz talash tortishlarni bir chet qo'yib qo'yib, 8-ci navbatlik Dünya Uyghur Qurultayining g'albilik o'tkazilishi uchun moddiy va ma'naviy jihatdan safarbarlik kelishini orzu qilganligini ifoda qildi. Dünya Uyghur Qurultayi fondining raisi va 8-ci navbatlik Dünya Uyghur Qurultayi iqtisodiy komissiyonining mas'uli Abdujil Ahmad apandim stansiyamiz orqali qurultay rahbarlariga, qurultay vakillariga, qurultay tarkibidagi qarindosh tashkilotlarimizga va qurultayimizni qo'llab kelayotgan har soha zotlarimizga xitob qilib, ularni bu yil 10 ayning 24 kunidan 27 kunigacha Bosniyaning poytaxti Sarayevoda chaqirildigan 8-ci navbatlik qurultayning muvaffaqiyatli o'tkazilishi uchun moddiy jihatdan jiddiy yordamda bo'lishga chaqirdi. Bu navbatlik qurultayga qurultay vakillari, sharaf mehmonlari, chet ellik siyosiy arboblar, tadqiqotchilar, jurnalistlardan bo'lib 250 nafarga yaqin mehmonning taklif qilinganligini eslatib o'tgan Abdujil Ahmad apandim, 2024-yilga kirgandan buyon qurultayning ba'zi muhim programmalar uchun nihoyat zo'r iqtisod sarf qilganligi sababli oldimizda chaqirildigan qurultayning turli chiqimlari uchun jiddiy yordamga ehtiyoj tuyganligini ifoda qildi. Assalomu alaykum. Vatan sirtidagi Sharq Turkistonlik iziq qarindoshlar, yuqorida sabdaşlarım deb o'tgandek Dünya Uyghur Qurultayininki 8-ci növbətlik iqtisadi komissiyasi haqida biroz ma'lumot bermoqchiman. Dünya Uyghur Qurultayı 2004 qurilib hozirga qadar
vatan sirtida o'zining faoliyatlarini nihoyatda jonliq va aniq qilib faoliyatni ilib bordi. Xususan shu 2017dan boshlab Sharq Turkistonda Xitoyning yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligini to'nitish va Uyg'ur sud kollegiyasi, London Uyg'ur sud kollegiyasidan uningki yaxshi natijalarning chiqishi, ikki qatim milliy kengashning ochilishi, uningdan keyin BDTda qarorlarning chiqishi, Yevropa parlamentining qarorlarining chiqishi, qurultayningki BDTning oldida, Yevropa parlamentining oldida 5000 kishilik namoyishlarninki elib berilishi, shu Dunyo Uyg'ur qurultayiningki nihoyatda cho'ng faoliyatlari. Shu 1 yilning yoki 1,5 yilning yoki Yevropa parlamentida yana 200 kishilik bir faoliyat bo'ldi. Yaponiyada parlament a'zolarini yig'ib turib yerda faoliyat bo'ldi. Amerikaning texmi shu 4-oyda New Yorkda majburiy emgakni to'xtatish faoliyati bo'ldi. Bütün xalqarалық siyosatchilarni, tashkilot nimalarni, hukumat adamlarini chaqirib, uningdan keyin 5-oyninki 3-dan 6-gacha mana bu biz o'ltirayotgan shu zal Myunxenda Dunyo Uyg'ur qurultayiningki markazida Dunyo Uyg'ur qurultayiningki qurilganligininki 20 yillik markazi bo'ldi. Buningga dunyoning har qaysi joylaridan Germaniya sirtidan 300'den artıq adam geldi. Germaniyadaki hemşehrilerden qo'shqa vaqtida 400'dek adamlarni nihoyatda dağdığılıq yaxshi o'tkazdik. Endi shu faoliyatlarninki hammasi albatta iqtisod bilan bo'ladigan gap. Dunyo Uyg'ur qurultayi qurilib, hozirgachilik buning raisi kim bo'lsin, o'zininki maydonini aniq qilib turib bu siyosatni xalqaroda ep berishga tirishib keldi. Shu hozirgachilik Dunyo Uyg'ur qurultayininki faoliyatlarini moddiy va ma'naviy jihatdan qo'llayotgan vatanparvar shaxslar, tashkilot mansublari, tashkilot raislari, aktivistlarga shu 8-navbatlik qurultayimizning muvaffaqiyatli ochilishi uchun yordam qo'linglarni sunishni murojaat qilamiz. Albatta quruqdaga o'rtumagandek, hamda Dunyo Uyg'ur qurultayininki yuqorida tilga o'tgan faoliyatlarimiz hammasi shu iqtisod bilan bo'ladi. Bu da'voyimizni hamda texmi jonliq, texmi mukammallashtirish uchun buningga iqtisodga ehtiyojimiz bor. Buning raisi kim saylanishdan qat'iy nazar, kim bu vazifaga kelishdan qat'iy nazar, qurultayimizdagi 8-navbatlik qurultayimizdagi muvaffaqiyatlik, g'alabalik ochilib, yangi saylangan rahbarlik hay'ati bu vazifani topshirib olganga qadar biz buningki iqtisodiy qiyinchilikni hal qilib, shularga topshirib o'tkazamiz. İnşallah hozir qadar bu Dunyo Uyg'ur qurultayining faoliyatlarini qandaq qo'llab kelgan bo'lsanglar, buningdan keyin shunda qo'llaydi deydigan bir ishonchim bor. Mana shu o'ltirgan zalimizni 1 millionga setib oldik. Buningki yasilishi rasmiyatlarga 200 ming ketib 1 million 200 mingga bizga mal bo'ldi. Mana shu yerning elinishi shuningga har qaysinglarninki vatan sirdiki, har qaysi davlatlardagi vatanparvar zotlarimiz, aktivistlar, tashkilot rahbarlari aktivlik bilan ovoz qo'shqanlik sababidan shuni vujudga chiqara oldik. Buningdan keyingi faoliyatlarimizni xususan 8-navbatlik Dunyo Uyg'ur qurultayininki umumiy saylamini nihoyatda g'alabalik yaxshi vujudga chiqara olamiz deydiganga ishonchim bor. Shunga yaqinda shu komissiyaninki mas'uli bo'lish sifatim bilan Dunyo Uyg'ur qurultayininki tarkibidagi tashkilotlarning raislariga va Dunyo Uyg'ur qurultayi bilan birga ishlab kelayotgan tashkilotlarga bir murojaat yozishimiz mumkin. Buningga hammanglarninki bir ijobiy qarashda bo'lishinglarni umid qilaman. Rahmat sizlarga. Hörmətli görürmənlər, yuqurda diqqətinizlərə günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatını sunduq. Keyin qətimlik sanımızgacha görüşkiçə aman bolğaysızlar. Stansımızın YouTube kanalına əza buluşunu unutmang. Xeyir xoş. Thank you.